Assalomu alaykum. Men ismim Ahmadjon Ahmadjonov. Bugungi mavzuyimiz energiyani his qilish bo'ladi. Sizlarga bir ajoyib texnika bilan bo'lishmoqchiman. Energiyani his qilish bu qanaqa bo'ladi? Siz qo'lingiz bilan energiyani ushlab ko'rasiz. Energiyani qanaqa bo'lishi, qo'lingizda qanaqa reaksiya bo'lishi, shu narsani siz mana shu videoda beradigan texnikamda siz his qilasiz, energiyani ushlab ko'rasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Tasavvur qiling, mana shu o'tirgan joyingizda havoda osilib turibdi, mana shu yerda bir shar. Farqi yo'q qanaqa rangda. Oddiy bo'lishi uchun siz oddiy bir prozrachniy, oppoq, ko'rinmaydigan, hech narsa, hech qanaqa rangi yo'q shar tasavvur qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz koptok tasavvur qiling, basketbol, futbol farqi yo'q. Rangini ham farqi yo'q. Agar siz shunaqa shar tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz yoki koptok tasavvur qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda turibdi tasavvur qiling. Shu oldingizda o'tirgan joyingizda turibdi. Hech qayerdan paydo bo'lib qolgani yo'q. Havoda osilib turibdi. Mana shu yerda turibdi. Diqqatingiz shu joyga qaratib, diqqatingiz shu koptokda bo'lsin. Shu sharda tursin. Tasavvur qilganingizda. Boshqa narsaga chalg'imang. Mana shunga qarab turasiz. Diqqatingiz shunda turibdi, osilib turibdi havoda. Va qiladigan ishingiz, qo'lingizni shu mana shu yerda sharga ichiga tiqasiz. Sharni ichiga tiqib 5 sekund, 5 gacha sanaysiz, 5 sekund turadi qo'lingiz va olasiz qo'lingizni. Shardan chiqarasiz qo'lingizni. Mana shu yerda o'zgarish paydo bo'ladi. Sharni ichiga tiqqaningizda qo'lingiz o'zgaradi. Nina sanchganday bo'ladi yoki issiqlikni sezasiz yoki sovuqlikni sezasiz. Plotность bo'lishi mumkin, bir qattiq jismni ushlagandek bo'lishingiz mumkin. Plotность qanaqa bo'ladi? Ikkita magnitni birlashtirsangiz yopishadi, teskarisiga qilsangiz bir-biridan itaradi-ku, o'shanaqa narsa sezasiz. Shu har xil narsalar bo'lishi mumkin. Sizga ichiga tiqdingiz, mana 5 sekund ushladingiz va 5 sekundga oldingiz. Va mana shunaqa qilib ushlab ko'ring. Shunda qo'lingiz o'zgarish boshlanadi va energiyani his qilishni boshlaysiz. Qo'lingizda o'zgarish bo'lganida, mana shu ushlaganingizda, o'shanda siz bilsangiz bo'ladiki, energiyani his qilyapsiz, energiyani ushlayapsiz. Qo'lingizdagi o'zgarish bu datchik. Energiyani sezayotgani. Mana shu energiyani ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Xuddi shu narsa energiyani his qilishda faqat sharda emas, bizda bu dunyoda energiya juda ham ko'p. Xohlagan narsangizni fizический, jismoniy narsani energiyasi ham bo'ladi. O'sha energiyasini siz his qilsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib. Tasavvur, diqqatingizni shu narsaga qaratasiz va energiya, shu narsani energiyasi bor. Misol uchun nimani ko'rsatsam ekan? Mana bu fleshka. Mana shu fleshkani diqqatingizni qaratasiz shu fleshkaga va shu fleshkadagi energiyani e'tiboringizni qaratib, energiyaga bog'lanasiz. Qo'lingiz bilan bunday ushlab ko'rasiz energiyasini. Fleshka turibdi. Diqqatingizni shu fleshkani energiyasiga qaratib, qo'lingiz bilan ushlatasiz. Yaqin olib kelib ushlab ko'rasiz. Va sizning qo'lingizda o'zgarish bo'ladi. Xuddi shunaqa boshqa narsalarda ham. Ayniqsa bu narsa qo'l keladi. Mana shu ko'p ishlatadigan narsangizda juda ham effekt zo'r bo'ladi. Misol uchun ko'p ishlatadigan nimangiz bor? Telefoningiz bor. Ko'p o'tiradigan stulingiz bor. Ko'p ishlatadigan narsangizni olib, shu narsani qilib ko'rsangiz, yaxshigina undan fon chiqadi, energetik fon chiqadi. Shundan ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Energiyani his qilish mana shunaqa texnika bilan bo'ladi. Hozircha shu.